Yaxshimisilar ko'pchilik, men Qurbanjon muallim. Sizlarga bir uqtirishtirib meni qilib qo'yay deb chiqib qoldim. 12 oyning 1-kunisi 3 kunlik rahbarlik yo'li temasidagi to'r darsimiz o'rinlashtirildi. Korxonchi, savdogar o'z oldiga ish qilayotgan yo'l boshlamchilar hamda kelgusida cho'ng ishni vujudga chiqarsam bo'pti. Men kichik ishni yaratmayman, men cho'ng ishni vujudga chiqarsam bo'pti desangiz, undaqda cho'qim rahbarlik qobiliyatini o'rganmasangiz bo'lmaydi. Rahbarlikni o'zingizda hozirlashingiz kerak. O'z oldingizga tafakkur qilayotgan, o'z oldingizga har qanday qiyinchilikning chora tadbirlarini topa oladigan bir qobiliyat, ideyani o'rgansangiz, unda siz boshqalarningki yo'l boshlovchisiga aylana olasiz. Siz yo boshqalarga ergashguchisiz, yo boshqalarga yo'l boshlovchisiz. Buni o'zingiz qaror qilasiz. Shunga men boshqalarga yo'l boshlasam desangiz, madarsni bir qatam o'rganib chiqishga arziydi. Moskva, dunyocha birinchi boy, Hongkongyu, Mayun, Chobusi qatorliq nurg'un korxonchilarningki shu yo'l boshlamchilarningki ideyasini tafakkur qilish usulini sizlarga o'rgatib qo'ysam, nurg'un qiyinchiliklarni hal qila olasizlar. Madarsni ko'proq odamlar o'rganib foydalana olsin deganligim uchun bahosini intayin muvofiq qilib tanshab qo'ydik do'stlar. Har biringlar o'rganayotgan darajada. Shuni o'rganib boqay degan do'stim Film Rekursiv inkas rayoniga Lingdavli degan pushtal xatni qoldirib qo'yish orqali ayrimxonaga aloqali sununuzni qoldirib qo'yish orqali dars tizimi to'lasangiz bo'pti. Hammalarni 12 oyning 1-kunidagi to'r darsini saqlayman.